Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizning agentligimizga murojaat arizasi kelib tushdi. Murojaatga ko'ra, maktab o'quvchilari o'rtasida yuzaga kelgan janjal bir maktab o'quvchisining reanimatsiya bo'limiga tushib qolishiga sabab bo'ldi. Aka, mana o'g'lingiz bilan bo'lib o'tgan holatdan siz o'zingiz qachon xabar topdingiz? Men 3 kundan keyin. Men Rossiyada edim. Menga bular o'sha 2 kun, 3 kun bo'lgan holatni indashmagan. Keyin qarasa holatdagi o'zgarish natija bo'lmaganda, bola yotgan bo'yicha ko'zini ochib bir harakat bo'lmagan. Keyin shu 3 kun, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin menga bular xabar berdi. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Bo'lyapti deyishdi. Keyin biletni oldim, sразу uchib keldim men. Siz kelgan vaqtingiz o'g'lingiz o'zini holatidanmi? Qanaqa edi holat? Kelganimda lovlar ishib ketgan, endi lovlar ishgan, yorilgan. Bashar bir tomon, mana shu tomonlarimda bir tomon ishgan, ko'kargan, badallarda, qo'llarda, oyoqlarida ko'kargan holat bor edi. Siz so'radingizmi o'g'lingiz bu holatga kelishiga nima sabab bo'lganini biror kunda? Endi kelib uydagilarga aytdim, shu kelib nima bo'ldi deb ukam bilan gaplashdim. Shu maktabda tortishib qolibdi dedi. Maktabda tortishib, hali bo'lib urushgan ekan, shu bir-ikki marta uribdi dedi. Bo'pti, sening gaping ma'qul deb haligi desa ham maktabda uribdi dedi. Keyin endi qaytxonaga shu qonab tashqariga chiqqan, arg'i bo'yida bet-qo'llarini yuvib shu chiqqan ekanmish. Endi shu chiqib ketgan ekan, keyin ko'chada yana 2 kishi mashinaga urushni boshlagan. Endi maktabdan 150 metr, 200 metr atrofida boshlangan ekan. Shu bilan endi u chekkaroq tomonga baqayur deb, ag'dan tintib shu tomonga boshlab ketgan ekan. Endi ko'rganlar, endi shu eshitganlarimiz, biz ham endi eshitganlarimizda. Ashida urgan, endi hushdan ketib qolgan ekanda, shu ketganda ham urganda buni bu shu hushdan ketganda ham tepmay urmagan bo'lsa bu holatda bo'lib qolmaydi-da miyaga. Bittasi aytadi, endi ushlab turgan ekan, ajratyapti ekan, ajratgan odamni, urayotgan odamni ajratadi-yu. Hech qachon kaltaga yeb, hushdan ketganliginaqa behush bo'lgan odamni ajratib ushlab turmaydi-yu. Ajratmaydi. Ichki ishlar xodimlari yoki o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar xabar oldimi kelib, sizlar kasalxonada turgan vaqtingiz? Men shu 3 kunmi, 4 kun bo'lgan bo'lsa, kelganimga endi yotganiga 3 kun yotgan bo'lsa, shundan keyin kelgan bo'lsam, bir marta shu bosh tergovchi ekan dedi, endi chaqirtirilganmi, uni o'zi kelganmi? Endi men hech narsadan xabarim yo'q. Ukam haliga nima qilgan? O'shanda bir marta ko'rdim. Dedim chaqirdim. Holat bunaqa bo'layotgan, chaqirtirishgan ekan, o'shanda bir marta ko'rdim. Bosh tergovchi ekan u. Uni ham aka tergovga borganda ko'rdim uni ham. O'sha bosh tergovchiligini. O'shani bir marta ko'rdim. Uchastkovoyni bir marta chaqirtirib keldi ekspertizaga deganda, o'shanda ekspertizaga kiyimini, hali kiyimlarini ham yirtib tashlab yuborilgan ekan. Shu bitta shimi qolgan ekan. Ashimini o'shanda oradan bir haftami atrofida shunda uchastkovoy kelib shularni ekspertizaga keldi. Demak, voqea sodir bo'lgandan keyin bir haftadan keyin ekspertiza qilinmoqda. Unda ham faqat kiyimini. Ekspert xodimlari yotgan joyiga kelib turib xabar olishmadi? Yo'q. Ekspert holatida tergovchi ekspertiza xulosasini menga ko'rsatdi. O'sha mana jinoyat shamayog'i bo'lgan deganda men so'radim. Ekspertiza xulosasini dedim, yozma ravishini ko'rdim dedim. Qani buni rasmi dedim. Bular menga ko'rsatyapti, urushgan joyda, o'sha kaltak yegan joyda yerdagi qonni ko'rsatyapti. Endi rasmda. Bu menga dedim, bolani dedim, rasmi qani dedim, ekspertiza xulosasida rasmi yo'qmi? Men shuni talab qilaman sizlardan. Ko'rsatinglar menga dedim. Ekspertiza xulosasi bo'lsa dedim. Ekspertiza xulosasidan qoniqmayman dedim. Qani ekspert qilgan bo'lsa, bolani rasmga olib, ustiga kelib ko'rib, shunaqa qilib ekspertiza qilmaydimi desam, mana shu xulosasi ekan dedi. Mo'ljalimda ekspertlarni ham ko'rmadim men banisida. Endi hech kim mening oldimga kelib, men palonchiman, men seni o'g'lingning oldiga keldim. Yo'qsa men haligiman deb menga hech kim aytgan yo'q. Ammo lekin tergov bo'layotgan joyda tergovchi ota-onasi, pedagog bo'lmasa, bolani so'rab o'qimas ekan. Nimagaki banisaga kim kelsa ham bo'pti kirgandir. Endi men kelganimga o'sha kelgan kuni bo'lsa ertasiga keldi o'sha adashmasam tergovchida. Endi uni ayda ukam bilan otam bo'lgan, dadam. Endi o'shalar men haligiman deb, o'shalar boshlab kirgan bo'lishi mumkindir. Bosh tergovchini. Lekin undan boshqa hech kim men oldimga kelib, "O'g'lingiz shunaqa ekan, men falon yerdan pistonchiman.
holat qanaqa, kirib chiqaylikchi hech kim aytgan yo'q. Bir kun keldi mahalla komiteti raisi bir kun kelib, yaxshimi, holat tuzukmi dedi. Tashqarida so'radi, qaytib ketdi, 2 minut, 3 minut. Hech kim meni oldim kelib, nima holat deb so'rab surishtirgan yo'q. Aka, siz nimadan norozisiz? Menmi? Tergovdan, sud ekspertiza xulosasidan noroziman. Bularga ko'rilayotgan jinoyatdan ham nimaga haligi ozmi reaksiyalik qilsak, ularda hozir qamamagan. Bir natija haligi tergov ham yaxshi emas, qoniqarli bo'lmayapti tergovlar ham. Nimaga maktabda urgani, maktabda urishyapti, hech kim ajratmayapti. O'qituvchi ko'ryapti, pedagogmi? Ahli yetmasa nima keragi bor pedagoglik qilishdi? Men sinfga ajratmagan. Birinchi bo'lib maktabda boshlangan narsadan chiqib ketyapti, qonayapti hamma yoqlari. Endi qaytxonaga qon bo'lgan, chiqib yuvyapti. Endi bu holatda maktabda hech narsa, bu holat bu maktabda urush janjal bo'lmagan ekanmish. Tergov natijasida. Endi tergovchi ham chaqiryapti, haligi guvoh so'rovga chaqiribdi. Xo'p, maktabga kelmagan, ko'rmagan bolalar boribdimish. Ko'rgan bolalar borib sizlar aytinglar. Ha, qizil o'g'il bola qizlariga sinib o'g'il bolalariga qizlariga ko'rgani keldi. Shuni ko'rganlaringda aytib beringlar desak, bizni chaqirsa bu aytib beramiz. Chaqirmasa kimga nima deb aytishni bilmayapmiz dedi. Unda tergovchi chaqirgan bolalarni, boshqa bolalar chaqirgan. Keyin meni tergovchining oldiga borsam aytayapti, Mahmudjon va Odinani chaqirdik, so'rov qildik, hech narsa bo'lmagan, ko'rmaganman, hech narsa bo'lmagan deyapti-yu dedi. Mahmudjon va Odinani ko'rishdik. Qizim nima bo'ldi? Shuna debsana ko'rganga aytib bergan desak, meni chaqirgan yo'q dedi, chaqirsa aytib beraman deyapti. Ayda menga Mahmudjon va Odina deb ism familiyani aytayapti. Показания bergan deyaptimi? Shunda ko'rsatma bergan deyaptimi? U menga dedi, hech narsa bo'lmagan deb, Odina deyapti, chaqirtirdik dedi tergovchilar. Chaqirtirdik, u urush janjal bo'lmagan ekan u deb demişdi Odina. Lekin Odinadan men so'rasam, meni chaqirtirgan yo'q u deyapti tergovga. Chaqirtirsa aytamiz, chaqirtirgan yo'q deyapti. Ayda qaydan u familiya ega tushdi? Odina keldi deb aytayapti. Tushunarli. Ega tergovga bo'lganda, bo'layotgan joyga men ham qatnashsam bo'ladimi desam, yo'qsa bolani o'zi bilan suhbatlashsangiz bo'ladimi desam, yo'q, pedagog bo'lish kerak, ota-onasi bo'lish kerak. Shunda so'roq qila olamiz deyapti ular. Endi nimaga shunaqa qila olmasa, ular kim harakat qiladi bu narsaga mana? Bitta bola shunday katta bola yotgan holatda. Kim kafolat beradi hozir shu bolani? Siz kafolat bera olasizmi? 100% o'ng'alib ketadi. Yo'qsa 100 baqa ketadi, yoqqa ketadi. Kim kafolat beradi? Hech kim kafolat bera olmaydi nima bo'lishiga. Nimaga u urgan bola 2 kishi deb bo'lyapti, 1 kishi deb aytilyapti bu yerda. Qog'ozda yozilyapti. Arizaliglarda. Nimaga ajratdi deyapti. Xo'p, ikkinchi bolani ajratdi deyapti. Nimaga yerda yotgan, kaltaga yetgan bolani uni ushayapti. Urayotgan bolani ajratmasdan. Shunda tergovchi tomonidan hozir shunda bir kishiga nisbatan degan ish qo'zg'atilyaptimi? Bir kishi qolib ketyaptimi shunda? Shunday bo'lyapti, ha. Bizda 2 kishi bo'lganmi? O'sha 2 kishini so'roq qilib, kahpolovni qamash kerakmi? Shu holatda turibdi. Hech haligi bo'lmagan. Ularni qamash kerakmi? Shunday hozir oddiy holat bo'lsa ham, borsangiz, banasiga borsangiz, biruz chaqir deydi, og'irroq bo'lsa olib kir, qama deydi. Yo'q, hozir bola necha foizligini yotibdi, hech kim bilmaydi. Siz bilan biz bilmaymiz. Xudoning o'zi biladi. Nimaga ularga shu vaqtgacha qamamayapti, bir haligi qilmayapti? Ochiqda hammasi yuribdi bular. Aka, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroridan hamda Ichki ishlar vazirligidan nimani so'ragan bo'lardingiz? Qonuniy, shu holatni qonuniy ko'rib berishini so'ragan bo'lardim. Nimaga? Maktabda bo'lgan holat bo'yicha bo'lmagan holat bo'lsa, tashqariga chiqib urishyapti, 2 kishi bo'lyapti, 1 kishi holat bo'lyapti. Shu holat darajagacha urib, haligi bo'lishiga tushuntirib haligi berchi, nimaga chora ko'rilmayapti ularga, urgan bolaga mana shunchalik yotibdi mana 1 oy bo'ldi. 1 oydan bo'lsa o'ziga kelmay yotgan bolaga chora ko'rilmayapti hozir. U bolalar erkin ko'chada yuribdi ekan. Istifa bo'lmaganda yuribdimi shunda? Bizga ham meni tergovga chaqiryapti. 4 kun bo'lgan ekan. Bolaga uy qamog'i jazosini berilganiga. Bizga hech bilmaganmiz biz ham. U ham qog'ozni ochib 4 kun bo'pti. Uy qamog'i jazosi 7dan
2gacha maktabga borib keladi, qolgan payt uy qamoqida bo'lishi deb. Xo'p, uy qamoqdan tashqari holatda bo'lsa nima bo'ladi desak, bilmadik deyishyapti. Nima bo'ladi uy qamoqdan tashqari holatda? Chora bo'ladi. Ehtiyot chora o'zgartirilishi kerak, chunki tartibni buzadigan bo'lsa. Menda tergov bundan qattiqroq ehtiyot chorasi qo'llanishi kerak. Qo'llanish kerak. Ochiqda yurishiga biz norozimiz. Voyaga yetmagan, voyaga yetmagan bo'lsa, otasi bilan, onasi bilan birga kirib, hamma qo'ysin, shu darajada haligi bo'lyapti. Reanimatsiyada bir kun o'tirgan umrimda 5 yillik alishmayman ota-onasini ham men. Bir kunlik azob chekkan narsamga men bularda. Hozir mana shifoxonani o'zgartirdinglar. Boshqa shifoxona o'zgartirdik. Nimaga u shifoxonada e'tibor bo'lmadimi? E'tibor bo'ldi u shifoxonada ham bizga shifoxonada haligi nima deydi? Ular o'zlarini sohasi bo'yicha qarashdi. Keyin bizga nevropatolog, nevroxirurg, gematolog, asosan gematolog bizga kerak ekan. Gematologni baydan olib borish imkoni bo'lar ekan, haligi operatsiya bo'lib qolar ekan, ish ko'p bo'lar ekan. Biz xohlagan paytimizda olib bora olmas ekanmiz. Keyin olib borsa ham bo'lar ekan, shu paytda gematolog bor ekan mana shu reanimatsiyada. Ishga olib keldik. Gap qilib sog'liqni saqlash xodimlaridan hech qanaqa shikoyat yo'qmi? Yo'q, sog'liqni saqlashda shikoyatlar yo'q. Yaxshi e'tibor berib, ulardan kelganicha qarashdimi axir? Qarashyapti, yaxshi. Mana hamma yaxshi sharoitlar ham. Faqatgina hozir sizni shikoyatingiz ichki ishlar xodimlaridan, tergovchilardan. Endi o'sha ketadi-da, endi qaysi biridan endi o'zlari kimligini o'zlari bilaveradi. Mana qamamayapti. Endi ichki ishlar bo'ladimi, tergovchimi, balki bedozi kimida qilmayotgan ishi bo'yicha hammasi bo'ladi. Qarang, ekspertiza ham. Birinchi o'rinda ekspertiza. Yana bir narsa, xo'p. Mana yaqin 1 oy bo'ldi, farzandingiz. 1 oy bo'ldi. O'zi 1 oy bo'ldi, mana 25-chisidan, 25-chisilda biz bugun 24. 1 oydan beri shu urilgan bolalarni ota-onalari tomonidan sizlarga moddiy yordammi qanaqadir yoki kelib yo'lingizga yoki ayblarini tan olish holatlari bo'ldimi? Yo'q. Kelishdimi? Bir marta otasi keldi, bir marta bitta bolani urgandi, birinchi haligi ko'proq urgandi, bir marta otasi keldi, 2 marta, 3 marta onasi keldi. Haligi bu yoqqa o'tiribsizlarmi? Endi bilmay haligi qilib qo'yibdi o'g'limiz. Uzrdi, haligiydi dedi. Endi o'sha paytda keyin bu yerda turmanglar, onasini mazasi yo'q, hushdan ketib qolyapti. Ular kelganda hushdan ketib ichkariga tez yordamga olib kirib ketaveramiz. Kelishiga aytaman, men ham ko'rsam, yo tursalanglar, turinglar, yo'qsa bu yerda hali qilmanglar. Mazasi qochib qolyapti, yig'ilaverib. U kasalga qarayman, bu kasalga qarayman deb shunday deb aytdim. Otasini bir marta ko'rdim. Nerga ikkinchi urgan sherigini men 2 marta onasi kelib, hali o'tiribsizlarmi diqqat qilmay deb 2 marta kelib ketdi. Nerga shu otasi, unisini otasi kelib, ukollar tomonidan yoki qanaqadir moddiy yordam berdimi? Yo'q. Demak, shuncha kundan beri o'z hisobingizdan xarajat qilib kelyapman. Men uyda yo'riqdan chiqdim, onam bilan birga. Uyda tursak, o'qituvchidan telefon keldi. Ha, Allah ayat yaxshimisiz dedim. Azbek maktabda sal tortishib qoldi, jo'natib yubordim. Borsa telefon qilib qo'ygina dedi. Oya, agar meni bolam ayb ish qilgan bo'lsa, uzr so'rayman dedim. 5 minut o'tmadi. 5 minutda bolam o'shancha darajaga yetib kelishiga. 5 minut ichida menga telefon keldi, birovdan, beganadan. Bolangni chala yo'lak qilib urib, bansaga olib ketyapti, tez yetib bor dedi. Telefon qilib. Men ko'chaga chiqib, ko'chada boshida ekan edim. Bolamni ko'chada qidirdim. Yalang'oyoq, boshimda ro'molim yo'q, jin odamga o'xshab. Kelasam, yo'limda bitta qo'shnim chiqib qoldi. Yugurib kelasam, bolangni dedi, rosa bolalar urgan ekan dedi. Men tilini keltirib, temir sotadigan kelib qoldi, kulishni tiqib, xotinlar yo'riqdan kelib qoldi dedi, mashinaga qilib chiqazib yubordim. Dedi, endi menga tushuntirdi. Tez ketaver dedi. Keyin biz bannisaga keldik. Bannisaga kelsak, o'sha ukam kelibdi. Shuni orasida onamga birinchi aytgan ekan, u qo'shni chiqib. Onam uydagilarga telefon qildi, men bolani ko'chada qidirib yurganimda, tez boraveringlar, og'ir holatda tushib qolibdi debdi. Uydagilar bordi, biz ularning orqasidan bordik. Uyga borsak, tomdan yiqilib tushdi deb borishibdi. Olib borganlar. Tomdan yiqildi debdi. Men shunday kirib zalga qarasam, bolamni sarafan o'rab qo'yibdi ustiga. Endi danib bo'ladigan holat yo'q.
oyalar keldi, orqasidan hamshira keldi. Keyin aytdiki, bular o'zlari kelishib oladi, urushganlar bilan o'zlari kelishib oladi dedi hamshira. Undaqa maktab hamshirasi. O'zlari kelishib oladi dedi. Men aytdimki, kelishmayman, javob beradi dedim o'sha yerda. Dedim. Onalar, annasi, akasi kirib bolamning holatini ko'rib turdi. Meni makkam bir kishi ushlab turishdi. Endi o'sha yo'riq bo'lgan, yo'riqdan chiqqan qo'shnilar bemalol biz haligi beraveramiz dedi. Voydod aka, aka deb baqirsa ham dedi, uraverdi dedi. Uraverdi dedi. Men qo'shni ayol aytdiki, dovushiga chidab tura olmasdan chiqdim. Aka deganiga ulimda ekan deb chiqsam dedi. Bola qo'ldan qochib yugurib borsa, yerga yiqilib tushsa ham dedi, sudirga bersa ham tepaverdi dedi. Uraverdi dedi. Xotinlar temir sotadigan kelib qolibdi. Xotinlar haligini hammasi yuklab, haligi temir sotadigan og'ziga kulich solibdi. Shunda dastlabki mashina kelib qolibdi. Haliginga aytdiki, buni tez olib boraylik debdi. Deb haligini mashinaga chiqarishibdi. Urganlar turgan ekan, senlar ham chiq, yo'qolsam banisi olmaydi debdi. Banisiga o'sha yetib kelganda tomdan yiqilib tushdi. Deb haligi endi men aynan shu urganlar ham birga kelganmi banisiga? Ular o'sha yerda turgan ekan, ikkitasi. Biz borsak yo'q ekan. Endi men maktabda urushganini keyin eshitdim. Keyin oyasi aytdiki, oyasiga maktabda urushganini biz bilmaganmiz, endi ko'chada urushdi dedik. Keyin sekin-sekin gap chiqdiki, oyasiga aytdimki, oya 5 minut o'tib o'tmadi. Nimaga yolg'on gapirdingiz desam, maktabda bir yaxshi chiqib ketdi dedi. Maktabda bir yaxshi chiqib ketgan bo'lsa, maktabda bo'lgan holatni bir kishi videoga olgan. Videoga olib sinfdoshlar silkasiga tashlagan bo'lgan. Tashlaganda ertasiga u yo'q, o'qituvchi yo'q qo'ygan, yo'q. Hech kimda telefonida yo'q. Uni bitta ko'rgan odam kelib aytdi, lekin men quda andaman, dushmanchilikka bora olmayman, lekin qidiringlar dedi. O'sha videoda bolangni "Ma kuch" deganini, orqasidan quvganini dedi, bolangni urganini ko'rdim dedi. Og'zi burni qomir yerga munkayib qoldi. Bolam haligi bo'pti, seni gaping rost dedi deb shuna dedi. Endi men shu bo'yicha qolib ketdi dedim. Yana ertasiga banisida tursam yangi xabar keldi. U darsdan chiqqandan keyin oya ishga chiqib kelay deganimishda. Endi o'sha videoning ichida oya ham bunday qilib turganimish dedi gapirib bergan odam. Darsdan chiqqandan keyin, o'sha holatdan chiqqandan keyin haligi bola urgan bola chiqibdi-da, yana bolamni bunday qilib uribdi. O'qituvchilar ham ko'ribdi-da, indashmabdi. Uni bitta qiz ko'rgan ekan. U qizimning o'rtog'ini haligi ukasi ekan. Men shuni ko'rdim, chidamadim. Agar meni chaqirsa aytib beraman debdi. Debdi. U bola shunda maktab o'qituvchisini yonida janjal bo'lsa ham o'qituvchi indamagan bo'ladimi? O'qituvchi endi indadim deyapti, o'sha holatda. Siz hozir aytyapsizki, bizga aytib bergan odam videoda o'qituvchi ham qo'lini shunday turib, o'sha yerda turuvdi. Shuna dedi. Uni oldida bo'lgan edi janjal deyapsiz. Endi ajrat deb deyapti-ku. O'qituvchi lekin qo'lini shunday qilib turadi. Chunki u bolaga qarang, shu joyda savol berib ketsak, hozirgi kunda maktablarga Milliy gvardiya bog'lab qo'yilgan. Sizlarni maktablaringizga yetmay qolganmi? O'sha kuni juma kuni har juma kelar ekan. O'sha kuni bormabdi. Har juma kelardi dedi. O'sha kuni kelmabdi. Bu bola bundan 3-4 kun oldin urgan bola, maktabda urgan bola ulimga yana hazil qilgan. Keyin ulim 10da maktabdan keldi. Amakisi ham "Ovsini men biznikida" dedi. "O'g'lim, nimaga maktabdan kelding?" dedim. Desam, "G'ijillashib qoldik. Haligi tortishmay deb keldim" dedi. Akasi "Urushmadingmi?" dedi. "Yo'q aka, men qo'rqaman deb keldim" dedi. Ichkari kirdimda, "Ulim, nimaga kelding?" dedim. "Aba, betimni sidirib aytaveraymi?" dedi. "Ayt, senda ayib bo'lsa, ulim, men urushgani toqatim yo'q" dedim. Desam, aytdiki, "Sen qiz bolasan, bizga qo'shilmaysan" deb meni cho'chog'imda tortyapti dedi. Oldimda dedi, "Ushab menga kun bermaydi" dedi. Har safar meni shunday qilib tanqid qiladi dedi. "Siz meni o'g'il bolalarga qo'shmaysiz" dedi. Men haqiqasiga bolam maktabda kimdan so'rasangiz so'rashingiz mumkin. Rosa ham tartibli, intizomli, formasiz yurmaydi. Maktabda rosa kuchli o'qiydi.
u bolaga hamma bo'ysunish kerak ekan. Meni bolam bo'ysunmadi. Masalan, kundaliklarni ham ko'raverasiz, qaysi o'qituvchidan so'rashingiz mumkin. O'sha urgan bolani qaysi o'qituvchi bo'lib kelsa ham aytayaptiki, biz ham bezormiz o'sha boladan deyapti. Ketin monoga tashqarida urgan bolani ham bundan 2 oy, 3 oy oldin ham urgan. Ko'chada, o'zimning mahallamda bolasi. Iltimos qildim, meni bolam kichkina urmagina, qiynamagina dedim. Haligi boladan. Bundan oldin ham bu holat Oldin ham bo'lgan. Men shuning uchun ikkalasini ham qasddan deb haligi qilaman. Men yalinganman. Dadasi nimaga aytmading dedi. Men urush kattalashishini, uni otasi kasal. Otasi kasalligi uchun urush janjallashib, mahalla kuyda haligi bo'lmaylik dedim men. Deb shuna dedim. qarang, bolangiz birinchi tez tibbiyga olib borilganda o'sha ikkita bola ham borgan birga deb aytdingiz. Ha? Buni ko'rganlar yoki vrachlar tasdiqlaydimi? Ha. O'sha yerda biz turganini ko'rdim men. Turganini. Ikkovini turganini ko'rdim. Urgan bolamdan ajratganini ko'rdim. Lekin maktabdagi bolani ko'rmadim. Endi ajratgan, urganmi endi bizga qorong'i. Qorong'i. Lekin ajratsa bola bu holatga kelib qolmaydi-da. Doktorlar aytdi, shaxsiy fikrim bu. Doktorlar aytdiki, shu darajada haligi bir kishi shu darajada urib shu holatga keltirib qo'ya olmaydi dedi. Kecha neyropatolog keldida, o'g'lim maktabda seni necha kishi urdi dedi. Bir kishi dedi. Tashqaridan chiqib seni necha kishi urdi ko'chada dedi. 2 kishi dedi. Neyropatologga bolam bitta qo'lini qilib javob berdi, mana shunday qilib. Nechta farzandingiz bor? 3 ta bolam bor. Nechta o'g'il? 2 ta o'g'il, bitta qiz. Bu kattasimi? Bu ikkinchisi. Kichkinasi. Shu birinchi urgan hattoki ko'ngil so'rab ham qo'ymadi. Hattoki biror marta. Lekin ko'chada yomon urganini guvohlar ko'rgan, endi tepasida bo'lmaganman, ko'rgan odam yig'lab gapirib berdi. Hali ikkinchi urgan o'sha 2 marta, 3 marta keldida, kecha 28 kun bo'lganda mashaga kelibdi. Menga nima deydi? Meni kasal erim bilan mana shu bitta ovsinim bor xolos. Meni nima o'qisangiz qilavering. Sizni yoningizda ota-onangiz surib beradigan odamlaringiz bor deyapti. Shu gapmi? Men aytdimki, meni bolamning holatini kirib ko'ringlar dedim. Shomda yotibdi dedim. Mashaga kelib o'zgardi meni bolam. Mashaga kelib, ayda endi bir ko'zini ochib, aydagilar zo'r qarab berdi. Lekin mana shu qiliqlarni qilishni shayda o'rgandi. Ayda doktor aytdiki, dadasi Rossiyaga ketganiga qancha bo'ldi dedi. 15 kun bo'ldi. Birovdan qarz olib ketdi dedim. Desam, chaqirmasalar bo'lmaydi dedi. Bolamdan suv hech narsa ketmay qoldi. Dadasini tez chaqiringlar dedi. Mana shu kungacha hayvonlarim bor edi. Otamni uyidagi, qaynotamni uyidagi mol hali hech narsasi qolmadi. Sotib bo'ldik, shu darajagacha yetib keldik. 4 million 700 dedimi, 3 million 700 dedim, aniqini bilmayman. 5 ta jonlantiruvchi shashlinch 2 kunda olish kerak dedi. Biz bittamiz pul qidiradi bir kishi dori qidiradi. Toshkentdan 2 tasini arang tovib keldik, yo'q ekan. Tovib kelsak, doktor aytdiki, agar ertaga 3 tasini olmasa foydasi yo'q dedi. Ertasiga mashina zakaz qildirib, odam olmasdan borib, haligi dorini zakaz qildirib keldik. Endi u mayli moddiy tomonda yordam bermagan taqdirda ham kelib haligi qilish kerak edi-da. Shu vrach kechqurun o'zi, bolam rasmiyama holatda edi. Mana shu vrach ertalabgacha o'zi qarab chiqdi. Menga rahmi kelib, bolam qo'llarimni qirib bitta taraf ishlaydi xolos. Sindirib yuborgidek qilib tashadi. Men mashaga kelib bolamni o'zgarganini bildim, ko'rdim. Chunki harakat yo'q edi kelganda. Mana kelgandan bas harakat. Kecha neyropatolog keldi, mana doktorimiz ham ko'rdi. Necha kishi urdi desa, maktabda 1 kishi dedi. Tashqaridachi desa 2 kishi deb aytib berdi. Oldin harakat bo'ldimi? Ag'dami? Yo'q, ko'zlarini bunday qimillatdi. Qo'limizni bunday bir qisib qo'yadi xolos. Hozir beyda ancha kelganimizdan bas ukardori hammasini o'zlari shu yondan qilib, qimmat o'sha albamin qanaqaligi bo'lsa dizib tashqariga ukardori yozib chiqartirishmadi. Mana shu yerda hatto 3 mahal, 4 mahal issiq ovqati ham bor ekan. Men aytdimki, kirib vrach shunchalik haligimi dedim. Men vrachlarni kattasang haligi deb o'ylardim dedim. Yonimizga kirib, hol-ahvol so'rab, hattoki bolam haligi qiynavordi-da, haddan tashqari qiynavordi. O'zi kirib tepasida turdi. Men unaqa ko'rmaganman, shu yoshimgacha men ko'rmaganman.
bu opa qarang, huquq tartibot organlaridan, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuroridan, Ichki ishlar vaziridan nimani so'raysiz holat bo'yicha? Haqiqatni so'rayman. Jinoiy jazo qolmasligini so'rayman. O'quvchi bizning maktabimizda bu 3-hodisa bo'lyapti. Ekmatda ham bitta bola, ota bola bir kishini o'ldirib qo'ydi. U bola ikkinchisiga yana jinoiy ish qildida maktabda aytibdiki, biz maktab o'quvchisi ekanmiz, bizni qamamas ekan debdi. Nimaga undan qolgan o'quvchilar o'rganyapti? Nimaga o'quvchi qamalmasa ham shu koma holatiga tushirib qo'yadiki, jazosiz qoladi demoqchiman. Ota-onasi ham ularning bolasi bag'rida o'tiribdi-da. Men beydagi holatimda hech kimga ravo ko'rmayman. Qarang, Milliy gvardiya juma kuni kelish kerak edi, kelmagan ekan deyapsiz. Nima, faqat juma kuni boradi Milliy gvardiya? Ularda o'sha har juma bo'larmish. Endi juma kuni bo'larmish. Endi men shuna deb eshitdim. Lekin o'sha kuni men so'radim. Militsiya bo'lish kerak edi, har juma keladi derdilaring dedim. Desam gapni aqabaq oborishdi. Aytganimki, shu joyda agar Milliy gvardiya xodimi bo'lganda ham janjal bu darajaga yetmasligi mumkin edi. Hech bo'lmaganda o'qituvchi, bo'pti, bolam o'sha holatda ekan. Menga o'sha xabarni berganda, kelib bolangni olib ket desam, men yetib borardim. Ketin temir sotga anaqa aytdiki, temirchi bolamni больницаga jo'natib yuboribdi-da, men borganimda maktab bexabar edi. Men kirib, yo'lda mana shunaqa hodisa ro'y berdi. Men ikkita o'quvchi, bitta behush bolalaringni больницаga jo'natib yubordim. Ogohlanib qolinglar deb aytgandan keyin 15 minut o'tgandan keyin o'shaning orasida menga o'qituvchi bilib, u xabarni bilib menga telefon qilgan bo'lgan.